BMW'lardan qaranglar turishini. Akalarim GT'ni eslaganlar bormi? Hamma BMW'lardan turibdi. Akalarim barchaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Avtosalon Rolfdamiz do'stlarim. Yuringlar, bir qator masalaga bir moshinalarni ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Yangi BMW abishat qilgandik. Hozir bu yerda даже yangisidan ham yo'q ekan do'stlarim. Lekin ko'zimiz hozir ketib turgan o'yinimizda Jetaurga tushdi. Mana akalar. Jetaur Dashing bit ajoyib svetda ekan. Narxi nech pul akalarimizga qiziq bo'lsa kerak, menimcha. Xo'sh, 2024-yil xuddi biznikidan 2.310.000 ekan akalar. Oq salonda, bizniki qizil salonda, sportivniy. Katta monitor. 2024-yil 23.000 probeg bilan, plus minus bizniki bilan bir xil ekan akalar. Bizda esa bundan 4 ta qo'yilgan va do'stlarim X7 bor, 2 ta Kia K5 ham bor va full prizlari ham bor do'stlarim. Nima bo'lyapti? 1,5 ming dona chipta qoldi qadrdonim. Bosmaysizmi? Yuringlar, men sizlarga qolganlarini ham ko'rsataman hozir topsak. Yangi bir BMW qo'ymoqchimiz akalarimizga. Layklarni bosishingizdan chiqmasin. BMW X5 akalar, mana bu yerda hamma BMW'lardan turibdi. Lekin oxirgi modelidan yo'q. Bir qator ko'rib chiqamiz. BMW'lardan qaranglar turishini. Akalarimiz bu kelasi o'yinga mashina oqtarib yuribmiz. Hali bu oxirgi pokoleniyasi ham emas do'stlarim. Juda ham chiroyli ekan, mana BMW 4-series. Kupe juda ham savremenniy, lekin men akalarimga oxirgisini va'da berdim. Shu munosabat bilan bosinglar akalar. Ozgincha laykimiz yetmayapti. Yangisidan qo'yib yuboramiz. Mana buni yili 2021 ekan. Men aytganda yili oxirgisi 2025 bo'lyapti akalar. Ozgincha layk bo'lsa tamom. Biz obunachilar hali salonda yo'g'ini bilish kerak. Kayfiyatlarimiz narxi necha pul bo'lyapti akalar? 2020-yil 1.899.000 bunisi. Bunisi 2021-yil ekan. 2.339.000. Как раз biznikidagi prestij komplektatsiyada. Men o'ylayman, har bir ko'rib turgan aka-ukamizga, bilet olib turganlarga juda ham qiziq. Mashinalarning narx-navosi o'zi nech pul akalar. Mana sizlarga bir qator ko'rsatib ham o'tib ketyapmiz. Lekin X7 yo'q ekan, aytishlari bo'yicha ko'chada bor deyishdi. Chiqamiz, oqtaramiz, bo'lsa uni ham ko'rsatamiz do'stlarim. Sizlar esa BMWga laykda ayamanglar akalar. Ozgincha qoldi. 300 dona adashmasam laykimiz qolibdi. Yangisidan bitta bosib yuboramiz. Hali даже Rolfda yo'q yangisi, lekin biz obunachilarda bo'lish kerak. Akalarim, yaxshimisizlar? Biz avtosalon Rolfga kelganmiz. Mana bu yerda X7lar, bu tomonida esa bir dona mana biz qo'ygan mashinadan turibdi ekan. Narx-navolar nech pul o'zi bulardi? Akalarimiz juda ham qiziq bo'lsa kerak. Xo'p, narxini ko'rsatmabdi akalar. Narxini ko'rsatmabdi. 2023-yil qora rangda. Lekin narxi yo'q. Mana bunisini qani? Biz qo'ygan X7 dan ham bor ekan. Buni ham bir ko'rib qo'yamiz. Narx-navosi nech pulligini. Xo'sh, bunda narx-navo bor ekan akalar. 5000 kam 3 million.
5000 kam 3 million. Xuddi biz qo'ygandan yili ham bir xil 2023-yil. Ot kuchi ham xuddi biznikidaqa 2 litrlik 249 ta ot kuchi, probegi 26000. No plus minus bir xil ekan akalar. Men o'ylayman aka-ukalarimiz juda ham qiziq 4 ta qo'yganmiz akalar biz va pul prizlari 2 ta $1000, 2 ta $500, 10 ta 10 ming rubllik, 100 ta 5000 rubllik konvertlarimiz ham bor. 4950 dona ishtirokchi. 4 ta главный priz o'yinimizda ishtirok etyapti. Biri X-Set, ikkinchisi Dashing G-Tower va 2 ta Kia K5. Biri klassik, ikkinchisi esa kojinli sizinalarda Prestige komplektatsiyada akalar. Yutgan inson men o'ylayman rohat qilib minadi, sotsa ham yaxshi kuniga va minsa ham mazani qilib minadi degan umiddaman. 1,5 dona chipta qopda akalar, 3 ta shot silka ishlab turibdi. Shu munosabat bilan 2000 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'rasiz degan umiddamiz. Bu safar bitta mashinani qimmat qilib, qolganini arzon Solaris qo'ymadik, ko'ryapsizlar. 4 ta mashinaga bo'lib tashladik. Ya'ni biri sal qimmatroq, biri sal arzonroq, 2 ta Kia K5 esa plus minus bir xil nimada. O'zingizlar tushundinglar degan umiddamiz va bosib qolamiz aka.